apa eshitaman. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Ha. Feruza Sadrining bo'laman. Yo'q. Hammasi to'g'ri. Kim? Qachon? Manzilni ayta olasizmi? Xo'p, tushundim. Hozir yetib boraman. Hozir. Uch kundan beri surishtirmagan joyimiz qolmadi. Xayriyat topdik. Men safarda edim. O'zlarining ahvollari yaxshimi? Ahvoli yomon. Qizil o'ngach saratoni. Bu kasallikni menimcha o'zingiz ham yaxshi bilasiz. Shunga qarindoshlarimni surishtirgandik. O'zlaridan so'rasak hech nima demadilar. Oxiri jonlaridan o'tdimi sizni aytdilar. Mana topdik. Rahmat sizga. Shu paytgacha dadangiz na bitta tablet ichganlar, na doktor nazoratidan o'tganlar. Kasallik juda zo'rayib ketgan. Yaxshiyam qo'ni-qo'shnilari bor ekan, tez yordam chaqirib bu yerga olib kelishdi. Natijalar chiqqach, bu kasallik aniqlandi. Menimcha dadangiz bir o'zlari turar ekanlar-a? Yaxshiyam qo'shnilari bor ekan. Bo'lmasam ahvol bundan ham jiddiyroq bo'lardi. Biz og'ir qoldiruvchi, quvvat beradigan ukollar qilib, ularni o'zlariga keltirib oldik. Hozir ko'rsam bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Hozir ahvollari ancha yaxshi o'tiribdilar. Lekin sizni ogohlantirishim kerak. Kasallikka o'tkazib yuborganlar. Hozir ko'zingizga dadangiz yaxshi ko'rinishlari mumkin, lekin buni hammasi dorilarning ta'sirida. Bo'lmasam siz kirib ko'rib chiqa qoling dadangizga. Keyin yana suhbatlashamiz. Xo'p, rahmat sizga. Mayli. Uyingdan o'g'ri chiqsa, ayniqsa bu o'g'ri uyingni otasi bo'lsa, bundan yomon bo'lishi mumkinmi? Uyat, sharmanda. Oyijon, tinchlanay, oyi. Siqilmang, oyijonim, o'zimda. Qanday tinchlanay, qizim? Rahmatli dadamdan qolgan bitta tilla o'zigim bor edi. Dadang shuni ham sotib ichib yubordi. Mana qara, uyimizda hech vaqo qolmadi. Ichkilikka ruju qo'ygan odamga tog' ham chidamas ekan. Hech narsamiz qolmadi. Oyi, nimaga? Dadam nimaga ichadilar oyijon o'zi? Dadang odam emas.
Qo'l. Aroqning qo'li. Shuning uchun ham ichadi. Odam bo'lganida edi. Bu yetib qolgan qizini o'ylarida hech bo'lmasa. Bunchalar peshonam sho'r bo'lmasa. Keldi tepsa tebranmas dedik. Dada? Assalomu alaykum dadajon. Alaykum. Qizim yaxshimisan? To'macham motorda. Bering, dadajon, o'zim qadab qo'yaman. Mana, hozir qadayman dadajon. Yo'q, to'g'rimi? Ha, to'g'ri dadajon. Shu bo'ldi. Shuni to'g'risi. Bo'ldi. Dadajon, O'zing yaxshimisan? dada yana ichibsiz. Endi ishtim bolam. Tushunaman. Dadajon. Iltimos sizdan dadajon. Yalinaman dedi. Nima deysan? Yolvoraman sizga dadajonim. Keling. Qo'ying shu aroqni dedi. Nima keragi bor dedi. Yurishingizga qarang. O'zingizga bir qarab ko'ring. Meni o'ylamasangiz ham oyimni o'ylang dadajon. Oyini. Dadajon, adoy tomon bo'lyaptilar sizlarni o'ylab. Keling. Dadajon, meni qizim desangiz boshqa ichmang dada. Bolam. Men seni yaxshi ko'raman. Men ham yaxshi ko'raman sizni dadajon. Qizimlar. Benim mehribon bak kızımcan. Ichmang boshqa dada. Hop, içmeyeyim bana. Hop. Bundan keyin ulaş içmeyeyim. Kızım ben canım tek ketken. Sen etken diye boşsun bana. Sen etken diye boşsun bana. İçmang. İçmeyeyim ben. Tamam aslanım. Bu oldu. Tamam. Boshqa ichmaysiz dadajon? Firuze, içmeyeyim dedim o. Keling. Bo'ldi. Boshim og'rib turibdi. Ko'p gapirma bolam. Mayli, dadajon, turing sizga choy qilib beraman. Turing dadajon, achchiqni mastava ham qilaman hozir. Yuring supaga. Tura qoling dadajon, keling. Turing, zaxda o'tirmang faqat. Keling dadajon, sizni bir ham yaxshi ko'raman dedi. Men ham yaxshi ko'raman bolam. Yuring, hozir oyimlarni ham chaqirib tushaman. Bu gapingizni eshitib, rosa ham xursand bo'ladi dadajon. Bo'ldi, sen aytgandek bo'ladi bolam. O'tiring shu yerga dada. Hozir. O'zimga qiynalib ketdim bolam. Hozir o'tirib turing. Hozir choy olib kelaman dadajon. Qudrat, Qurov. Alaysan. İşlerin yaxshimi deb so'raydisan. Senda ish o'zi ham yo'q. Uydagilaring ahvoli qanaqa desam, uydagilaringni ko'rmaysan. Nima so'rasa bo'ladi, o'rtasan. Ha? Shunaqa demaysanmi? Qayerdan kun chiqdi?
Gap bo'lishi mumkin emas. Endi insonni qudrat quruq emas, qudrat zo'r deb chaqiradigan bo'ldim, o'rtoq. Qudrat zo'r. Bo'ldi. Bo'ldi gaplaring tushundim. Hozir sen yuriysan, men bormayman. Hozir yetib boraman. Qushday uchib boraman, qushday. Bo'pti. Hozir. Ha, bo'ldi, mana bu yo'ldami? Ha, davay. Hop dedim. Qayoqqa ketyapsiz yana dedejon? Qudrat quruq bor-ku, o'sha. Bugun eryapti. Tug'ilgan kuni ekan. Shuning uchun. Bormasam bo'lmaydi, bolam. Va'da berib qo'ydim. Endi undan keyin вообще senga va'da berganman. Iltimos dedejon. Senga va'da berganman. Bo'ldi. Ichmayman deganingiz axir, dede. Bormasam. Va'da berdim, bormasam bo'lmaydi. Dedejon, iltimos sizdan bormay qo'ya qoling. Dedejon. Yana xotirlarim. Dedejon. Men va'da berib qo'ydim deb bolam. Hozir kelaman. Iltimos dede, bormay. Dede. Feruza. Qizim. Dedejon, tuzukmisiz? Qudrat og'aynim bilan birga yashab yurdik. U o'lib qoldi qizim. Uni uyda turib turardim. Birdan mazam qochib kasal bo'lib qoldim. Dedejon, siz oshnangiznikida 1-2 kun emas, 1-2 oy emas, yillab qolib ketganingizni bilasizmi, dede? Birga turib turuvdim deyapman-ku qizim. Axir tinchgina o'zimizni uyda yashasangiz bo'lmasmidi, dedejon? Oying har kuni birinchi yurgandan keyin janjal qilavergandan keyin ketdim-da bolam. Bo'lmasa yashardim. Onam bechorani ham adoyi tomon qildingiz, dedejon. Kasal bo'lib yotib qolganlar. Yuraklari, qon bosimlari yomon, dedejon. Hech o'ylab ko'rdingizmi? Niye kasal bo'ladi? Ehtiyot bo'lish kerak edi. Ehtiyot bo'lish kerak edi deysiz-a, dede. Lekin
ehtiyot qilishimiz kerak edi demaysiz? 5-6 yasharlik paytlarimni eslasam, bolaligimni eslasam, orsiqib ketaman. Qanday oilamiz, qanday hayotimiz bor edi. Dada, ichkilik, aroq, shunday hayotimizni, shunday oilamizni buzdi, vayron qildi-ku. Axir hammasi boshqacha bo'lishi mumkin edi-ku. Dada, nima qilib qo'ydingiz? Bizni nima qildingiz? Gulday oilamizni, baxtli hayotimizni nima qildingiz? O'zingizni nima qilib qo'ydingiz? Tag'in o'ylab qolaman. Siz kasal ahvolda sizga malomat qilishga haqqim bormi? O'zi deb. Lekin nima qilayki, ko'nglimni bir savol tirnayveradi. Hammasi boshqacha bo'lishi mumkin edi-ku. Dadajon.